Yaqinda Amerika Qo'shma Shtatlaridan keldim. Fulbright dasturi g'olibiman. Eng avvalambor Fulbright dasturi haqida qisqacha gapirmoqchiman. Samarqand davlat universitetiga Fulbright dasturi yaqin hamkorlaridan biri, begona emas. Samarqand davlat universiteti professor o'qituvchilari, katta olimlari mendan oldin ham bu Fulbright granti g'oliblari bo'lishgan. Nazarimda 7 yoki 8 kishi olimlar shu grant g'olibi bo'lishgan va Amerika Qo'shma Shtatlarida ilg'or sohalar bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borgan. Fulbright dasturi haqida fikr bildirmoqchiman. Bu Fulbright dasturi global darajadagi dastur, barcha yo'nalishlarni qamrab oladi va o'ylaymanki, Samarqand davlat universiteti professor o'qituvchilari, yosh olimlari bu Fulbright dasturi g'oliblariga aylanishadi. Fulbright dasturi ochiq va shaffof dasturlardan biri hisoblanadi. Fulbright dasturiga men topshirib g'olib bo'ldim. Bu dasturga topshirish va buni g'olibi bo'lish uchun quyidagi bosqichlardan o'tish kerak. Birinchidan, Qo'shma Shtatlar universiteti yoki ilmiy markaz olimlari bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish kerak. Kamida bitta yoki ikkita AQSh professor hamkorni topib, birgalikda global darajada ilmiy muammoni ko'tarib, ilmiy hamkorlikni boshlash kerak. Va AQSh hamkor universiteti olimlari bilan birgalikda ilmiy loyiha, ya'ni research proposal deb ataladi, birgalikda shakllantirish kerak. Albatta bu global kontekstda bo'lishi kerak. Bu Markaziy Osiyo mintaqasi uchun ham, Shimoliy Amerika mintaqasi uchun ham foydali bo'lishi kerak. Bir qandaydir ilmiy muammo ko'tarilib va o'sha ilmiy muammoni yechimini topishga bag'ishlangan bo'lishi kerak mana shu qo'shma loyiha. Qo'shma loyiha tayyorlangandan keyin albatta AQShlik hamkor professor taklifnoma yuboradi Fulbright dasturiga topshirish uchun. Bundan tashqari yana ikkita tavsiyanoma olish kerak mahalliy yoki xorijiy ekspertlardan. Tavsiyanoma bo'lgandan keyin Fulbright dasturi onlayn raqamlashgan Fulbright platformasiga onlayn tarzda barcha tegishli hujjatlar topshiriladi. Keyingi bosqichda ilmiy texnik tomoni ko'rib chiqiladi va final bosqichida mahalliy va Qo'shma Shtatlik olimlar, ekspertlar jamoasi oldida o'z topshiruvchi nomzod o'zining ilmiy loyihasini ingliz tilida batafsil, aniq, maqsadli tushuntirib berish kerak. Va shundan so'ng Fulbright dasturi qaror qabul qiladi. G'olib bo'lganlar Qo'shma Shtatlarda ilmiy tadqiqotlar, ilmiy ish olib borishga muvaffaq bo'ladi. Fulbright dasturi juda ham katta imkoniyatga ega, ilmiy ish qilish uchun yetarli, ajoyib sharoit yaratib beradi. Oilaviy borish ham mumkin Fulbright dasturi asosida Qo'shma Shtatlarga ilmiy safarga va oilani ham qo'llab-quvvatlash Fulbright tomonidan nazarda tutilgan. Fulbright dasturi asosida oxirgi shu 5 oy davomida men Yuta universiteti va Yuta davlat universitetida ilmiy tadqiqotlar olib bordim. Ushbu universitetlarda muhit juda ham ajoyib, laboratoriya so'nggi jihozlar bilan, zamonaviy jihozlar bilan ta'minlangan, ilmiy muhit juda yaxshi. Universitet professor olimlari juda ham kamtar, ochiq va doim yoshlarga yordam berishga harakat qiladi. Ilmiy ish qilish uchun
hamma sharoit yetarli tashkil etilgan. Yuta universitetini o'sha ustun tomonlaridan biri har hafta laboratoriya darajasida, fakultet darajasida ilmiy seminarlar tashkil etiladi va peer review madaniyati shakllangan. Taqdimot, mana shu ilmiy muloqot yaxshi qo'yilgan, tanqidiy olib boriladi va bu sifat darajasini yuqoriga chiqaradi albatta ilmiy ishlarni. Umuman olganda Samarqand davlat universiteti va Yuta universiteti o'rtasida hamkorlik chuqur ildiz otgan deb aytishim mumkin, ya'ni chuqur tarixiy raqamlarga ega. Ya'ni bizning universitetimiz bilan Yuta davlat universiteti o'rtasida hamkorlik bundan 25 yil, 30 yil oldin yo'lga qo'yilgan. Mana shu Fulbright dasturi asosida men shu Yuta shtatini tanlaganim sababi, men ham 10 yil oldin Yuta shtatida qisqa muddatli stajirovkada bo'lganman va shunda meni qiziqtirgan, mana shu shtatni jozibali tomoni, meni qiziqtirgan tomoni iqlimi, o'simliklar qoplami, relyefi qiziqtirdi. Sababi Globusga ham e'tibor bersa, Globusda O'zbekiston va o'sha Yuta, Idaho, Kolorado shtatlarning joylashuvi shimoliy kenglikda deyarli bir xil joylashgan. Bu degani ekologiyasi o'xshash. Ya'ni men shu 10 yil oldin borganimda shuni maqsad qildim. Men yana shu shtatga kelaman va nasib bo'lsa ilmiy tadqiqotlarimni olib boraman deb niyat qilgandim. Mana shu Fulbright dasturi menga shu imkoniyatni ochib berdi. Haqiqatdan global darajada Markaziy Osiyo va Shimoliy Amerika qit'asi ekologiyasi, ya'ni iqlimi, o'simliklar qoplami, relyefi, geobotanik tomonlarni taqqoslab o'rganish imkonini beradi. Yuta universiteti haqida yana gapirmoqchiman. Albatta Yuta universiteti, Yuta davlat universiteti global reytinglarda Harvard yoki Stanford kabi yuqori bo'lmasligi mumkin, lekin Yuta davlat universitetida juda ham yuqori darajadagi bir nechta yo'nalishlar bor. Masalan, biologiya sohalari, o'simliklar ekologiyasi, agrar soha AQShda, nafaqat AQShda, balki dunyoda yetakchi o'rinlarda turadi. Va o'simliklar ekologiyasi, geobotanika sohasida juda ham ilg'or tajribaga ega, juda ham zamonaviy laboratoriyalari mavjud. Fulbright dasturiga men Qo'shma Shtatlardagi hamkor professorlar bilan birgalikda ilmiy loyiha tayyorlab Fulbright dasturiga topshirgandik. Bizning Fulbright dasturi ilmiy loyihamiz ikkita komponentdan iborat edi. Birinchi komponent Lagahulus, ya'ni Bozilbang turkumi hisoblanadi. Ikkinchi komponentimiz Tamarix, ya'ni Yulg'un turkumi hisoblanadi. Birinchi komponent haqida aytadigan bo'lsam, Lagahulus turkum turlari O'zbekiston florasida mavjud. O'zbekiston florasida 13 ta turi bor. Shundan 4 tasi O'zbekiston Respublikasining Qizil kitobiga kamyob tur sifatida kiritilgan. Lagahulus nafaqat kamyob tur, balki qimmatbaho dorivor o'simliklardan biri hisoblanadi. Ikkinchi komponent Tamarix Yulg'un turkumi. Yulg'unning kelib chiqish vatani, tabiiy populyatsiyalari O'zbekiston, Markaziy Osiyo hisoblanadi. Biz aynan bu ikki turkumni, ikkita komponentni tanlashimizdan maqsad Shimoliy Amerika mintaqasida ham mana shu yulg'un tabiiy tur sifatida emas, balki invaziv tur sifatida tarqalgan. Maqsadimiz mana shu yovvoyi populyatsiyalari bilan
o'sha invaziv populyatsiyalarni taqqoslab o'rganishdan iborat. Ya'ni anatomiya darajasida, yog'ochlik anatomiya darajasida, izotop darajasida o'rganishni maqsad qilib olganmiz va bu tadqiqotlar yana davom etmoqda. Lagerhulus, ya'ni Bozelbangda plantatsiyasi, bir kichik plantatsiyasi Aspen, Kolorado shtatida tashkil qilindi va bu yerdan asosiy maqsad mana shu bizning mana shu Lagerhulus tabiiy turi Kolorado shtatida ham ekologik moslashuvdan muvaffaqiyatli o'tdi. Buni amalga oshirishdan maqsad tabiiy populyatsiyalarga bosimlarni kamaytirish, turni saqlab qolish, ya'ni ex situ conservationga e'tibor berish. Lagerhulus dorivor o'simlik hisoblanadi. Bu nafaqat farmatsevtik, balki biotexnologik obyekt ham hisoblanadi. Lagerhulusda dorivorlik xususiyati yuqori, asosan qon bosimini tushirish, normallashtirish, ichki va tashqi qon ketishlarida ishlatiladi. Bizda farmatsevt olimlarimiz tomonidan ham shu Lagerhulus inebrians turidan, ya'ni sarxushlovchi Bozelbang turidan inebrin, Lagaden kabi dorilar, tabletkalar, ukollar ishlab chiqilgan va bu keng miqyosda poliklinikalarda qo'llanilmoqda. Fulbright dasturi davomida Qo'shma Shtatlardagi hamkor olimlar bilan, mana shu biolog, ekolog olimlar bilan biz bir necha marta ekspeditsiyalarni amalga oshirdik. Yutaning janubiy qismiga Moab, Kolorado daryosi, Yashil daryo, Arizona, Kaliforniya kabi shtatlarda bir necha marta ekspeditsiyada bo'ldik. Bu ekspeditsiyani ahamiyati juda yuqori. Biolog sifatida aytaman, nazariy bilimlar albatta juda muhim, lekin uni amaliyotga, innovatsiyaga bog'lash uchun yuqori tajribali olimlar bilan, ilmiy guruh bilan mana shu eksperimental tajriba maydonlarida, ekspeditsiyalarda bo'lish juda ham foydali va o'rinli. Ekspeditsiyalar davomida AQShlik olimlarni mana shu innovatsion, zamonaviy yondashuvlari va metodikalarni o'rganishga harakat qildim. Endi nasib bo'lsa, mana shu vatanimizda ham mana shu yondashuvlar va metodikalarni tatbiq qilishga harakat qilamiz. AQShdagi ekspeditsiyalar davomida men o'zimni xuddi Samarqanddek yurgandek his qildim. Sababi boya yuqorida aytib o'tganimdek, Yuta shtati, Kolorado, Idaho, Arizona shtatlarining iqlimi, tabiati, o'simliklar qoplami, relyefi deyarli O'zbekistondagi bilan bir xil. O'simliklar, juda ko'pchilik o'simliklar tarkibi, o'simliklar tanish, iqlimi deyarli bir xil, ekologik muammo bir xil. Bu degani Markaziy Osiyolik, xususan O'zbekistonlik olimlar, biolog, ekologlar va boshqa soha olimlari mana shu AQShning shu yuqoridagi shtatlari bilan hamkorlikda global darajada, global kontekstda solishtirma metodlarni qo'llab yuqori natijalarga erishish mumkin. Bizga ma'lum, shu kunlarda O'zbekiston va AQSh o'rtasida hamkorlik yangi bosqichga chiqmoqda. Bu hamkorlik barcha sohalar uchun, xususan ilmiy faoliyat yurituvchi, professor o'qituvchilar va olimlar uchun katta imkoniyat deb bilaman. AQSh olimlari bilan hamkorlikda ishlashni yangi bosqichga olib chiqadi. Albatta AQSh rivojlangan, yuqori rivojlangan davlatlardan biri. Aynan mening soham bo'yicha biologiya, ekologiya sohasida
yetakchi markazlardan biri hisoblanadi. Ularda nafaqat nazariy, balki amaliy, innovatsion yondashuvlar, metodikalar yuqori darajada qo'llaniladi. Bizda ham mana shu geobotanika sohasida ishlar yaxshi ketmoqda. Bizda nazariy, klassik jihatdan yuqori ishlar bor va bosqichma-bosqich hozirgi kunda amaliy va innovatsion loyihalar ham amalga oshirilmoqda. Bizda yutuq tomonimiz albatta men mutaxassis sifatida aytishim mumkin, bizda tabiiy laboratoriyamiz juda ham jozibali, qiziqarli va xilma-xil. Bu xilma-xillik juda yuqori. Mana shu tabiiy laboratoriyamizga ko'proq shu xorijiy hamkorlar juda ham qiziqishadi va hamkorlik qilishga doim ochiq bo'ladi. Albatta bu hamkorlik ikki tomon uchun ham juda ham manfaatli bo'ladi. Albatta stajirovka davomida men bir necha marta seminarlarda, workshoplarda, konferensiyalarda ishtirok etdim. Nazarimda mana bunday konferensiyalar, mana shunday platformalar professor o'qituvchilar va olimlar uchun ajoyib muloqot maydoni hisoblanadi. Ya'ni muloqot qilishadi, tajriba almashinadi. Albatta bu juda ham ahamiyatli. Hozirgi kunda albatta hamkorlik davom etmoqda. Joriy yilda Amerika Qo'shma Shtatlaridan shu hamkor universitetlarimizdan delegatsiya kelishi kutilmoqda va birgalikda Orol dengizi, Orolbo'yi, Orol atrofidagi Ustyurt palatasi, Qizilqum cho'llariga ekspeditsiya uyushtirish rejalashtirilgan. AQShlik olimlar Orol dengizini ko'rishni, bu yerda ilmiy tadqiqotlar olib borishni nazarda tutgan. Chunki boya aytib o'tganimizdek, bizda ekologik muammo bir xil. Yuta shtatining markazida Salt Lake sho'r ko'l mavjud, u ham afsuski qurib bormoqda, xuddi Orol dengizi singari. AQShlik olimlarning maqsadi Orol dengizi bilan Yuta shtatidagi ko'lni taqqoslab o'rganish. Samarqand davlat universiteti va Yuta davlat universiteti o'rtasida hamkorlik ildizlari juda chuqur ketgan. Ya'ni 25 yil, 30 yillik tarixga ega, hamkorlikka ega. Yuta davlat universiteti olimlari bizni tabiatimizga, jamiyatimizga juda qiziqishlari yuqori. Yuta shtati xalqi ham xuddi bizning xalqimizdek mehmondo'st, ochiq insonlar ekan. Hamkorlik davom etmoqda. Yaqinda atrof muhit bo'yicha bir olim Samarqand davlat universiteti pedagogika va psixologiya fakulteti bilan shartnoma imzoladi. Birgalikda hamkorlikda ishlash bo'yicha va bu ham albatta hamkorlikda yangi bosqich chiqayotganligidan darak beradi. Mana shu Fulbright dasturi natijasiga ko'ra hamkorlik davom etmoqda. Bir nechta ilmiy maqolalar tayyorlanmoqda va kelajakda qo'shma ilmiy loyiha, grantlarni amalga oshirish ham nazarda tutilgan. Mana shu hamkorlik haqida, Fulbright haqida men har doim aytib o'tganimdek, men talabalarga dars berish davomida mana shunday hamkorlik haqida aytib o'taman va talabalarni qiziqtirishga harakat qilaman. Bizga ma'lumki, hozir dunyoning yetakchi universitetlarida va ilmiy markazlarida o'zbekistonlik yosh olimlar, talabalar o'qimoqda, ilmiy ishlar amalga oshirmoqda. Va Samarqand davlat universiteti, xususan biokimiya instituti, biologiya yo'nalishidagi talabalarga bu haqida doim ma'lumot berib boraman. Bundan tashqari hamkasblarim bilan mana shu xalqaro hamkorlik bo'yicha doim tajriba almashib turamiz, doim muloqotda bo'lamiz.